Endi bu niqobni yechib qo'ymasam bo'lmaydi. Yuzni terlatib yubordi. Ham jitellar mendan juda ham qo'rqayapti. Ularni qo'rqitish to'g'risini aytsam jonimga tegdi. Bo'ldi, niqob shu yerda turadi. Xo'sh, xotin, qalaysan, yaxshimisan? Bu tegma, qo'y, niqobga tegma. Obbo, jinnimsan? Endi sen ham manyak bo'lib qolding-ku. Ha, mayli, endi ikkita bo'lib turib jitellarni qo'rqitamiz. Faqat men senga qanday qo'rqitishni tushuntiraman. To'xta, qayoqqa ketyapsan? Voy, men senga hali tushuntirmadim-ku. To'xta deyapman, yetib olay. Voy, xotin, to'xta dedim men senga. Obbo, menimcha juda ham zo'r qo'rqitish rejasini tuzgan shekilli. Hammani qo'rqitish uchun hozir tez ketdi. Mayli, men hech kim sezmasligi uchun Jo'xaga o'xshab yashashim kerak. Ovozimni ham Jo'xaga o'zgartirishim kerak. Menimcha mana shunaqa gapirsam hech kim sezmaydi. Xo'p, Face ID ham ishlamayapti, chunki Jo'xaga o'xshamaydi-da yuzim. Endi naylosh tugma bilan kirib chiqaveraman. Jo'xa qiladigan ishlarni hozir qilmasam, keyin ular menga ishonishmay qo'yadi. Ya'ni Jo'xa ekanligimga ishonishmaydi. Hozir men Jo'xa bo'lib yashashim kerak, lekin biroz qiyshiqman u. Mayli, hech narsa qilmaydi. Ular bilib qolishmasa bo'ldi. Hozir yuzimdagi niqobim yo'q, eng muhimi. Ular mendan qo'rqmaydi. Mana bu ketmonni nima bilan tozalar edi? Jo'xa cho'p bilan tozalar edimi, tosh bilanmi, nima bilan tozalar edi? Bu yerda hech narsa yo'q, bu yerda ham hech narsa yo'q. Hozir nimadir topib turib, shu yerdagi porozlarni tozalashim kerak. Axir Jo'xa qilgan ishlarni qilmasam, tushunmadim. Nima? Eshik qiyshiqligim uchun ochilmayapti. Bu yerga tugma qo'yib olganman. Sababi esa bunga ishlayapti-ku. Hozir ishlamay turgandi, meni tanimayotgandi. Demak, Jo'xaga rostdan ham o'xshayapman. Endi odamlarga ularni qo'rqitishimni aytishim kerak, lekin Jo'xaligimni ham ular bilish kerak. Ya'ni Jo'xa ularni qo'rqityapti deb o'ylash kerak, lekin men Jo'xa emasman-ku, to'g'rimi? Hoy Jitel, men Jo'xa emasman. Meni bilasanmi kimligimni? Jo'xa, seni nima issig'ing bormi? Yo'q, men Jo'xa emasman. Men seni qo'rqitmoqchiman. Qanday qo'rqitmoqchisan? Bilmadim, mana u asabimni buzyapti. Qo'rq mendan. Qanday bo'ladi u? Majburlab qo'rqitmoqchimisan meni? Ha, majburlab qo'rq davay. Yo'q, qo'rqinchli ekansan. Bo'ldimi? Cho'ta o'xshamayapti. Niqobim bo'lganda qo'rqardi bular. Menda niqob yo'q-ku, o'shaning uchun qo'rqishmayapti. Ha, mayli. Nimadir o'ylab topishim kerak ungacha. Xo'p, uyimga kirib o'tira. Stop. Xotinim bilan manyakmi? Tushunmadim. Xotin, to'xta. Yangi sherik topdimi deyman xotinim. Yo'q, rostdan ham. Endi jitilni bular ikkita qo'yapti. Yomon jitil qo'rqib ketyapti bechora. Manyak nimaga qo'shildi ekan bu yerga? Mayli, hozir men ham borib qo'shilayin, birgalikda qilamiz. Davay, olg'a bolalar, qo'rqitamiz. Xotin, davay, sen tezroq yugurgin, juda sekin yugurayapsan. Men seni o'tib ketib ko'ryapsanmi? To'g'ri, Jo'xani xotini, men xotinim emas-ku bu. Ya'ni men Jo'xa, lekin Jo'xa emas. Ya'ni Jo'xani qiyofadosh. Haqiqiy Jo'xa mana bu yerda yotibdi, hozir sizlarga ko'rsataman. Tak, hozir to'xta, biz ham yeylik. O'zi yeb qo'ydik-ku. Ha, mayli. Baxil ekansan, biz ham yemoqchi edik. Qarochi, xotin, bu yangi manyakni sherik qilib oldingmi? Ha, mayli. Kelinglar, qarochi. Hozir sizlarga mana bu yerdagi nima edi? Qarochi, Jo'xani haqiqiysini ko'rsataman. Eshit ochalasanmi, manyak? Mana o'sha haqiqiy Jo'xa. Ko'ryapsizlarmi? Mana shu Jo'xa bo'ladi. Nima sen qotib qolding? Kir ichkariga tez. Nimani kutyapsanlar? Kirasanlarmi, yo'qmi? Obbo, qachon kirasan? Men seni itarib kirgizishim kerak, ichkariga kir. Bu nima bo'lyapti? Qarochi, mana shu Jo'xa bo'ladi. Tanib ollaring. Qarochi, borasanlar endi. Shu yerdamisan? Endi qarochi borasanlardan hamma qo'rqitasanlar. Bu hech narsa qila olmaydi, tura olmay uxlab qo'ygan. Bu seni ering, bilyapsanmi? Hoy xotin, ya'ni meni xotinim emas, Jo'xani xotini. Tushunyapsanmi? Bu seni ering bo'lyapti. Bosma, tentaymisan? Ering-ku sani. To'g'ri, men ham bosam, mayli. Lekin haqiqiy ering emas. Bo'p, senlar borib qo'rqitib tur jetellarni, hozir boraman. Jo'xamisan, kimsan qarochi? Sen qaytib endi o'rningdan tura olmaysan. Tushundingmi? Agar tursang yana yotasan. Chunki bilmadim, balki yotging kelar. Xullas, sen turmasliging kerak. Sen turmasang, biz qishloqni egallab olamiz. Endi esa sen shu yerda damingni olib turmay hozir kelaman. Meni chiqazgan, ya'ni meni klonlagan apparat mana shu bo'ladi. Men o'zimda yana ko'plab klonlarimni yaratsam, biz birgalikda hamma yo'qni qo'lga olamiz. Bu reja obunachilar sizlarga yo'qdimi? Ya'ni Jo'xani obunachilari. Jo'xa nima bo'lganini bilmayman, qarochi, nimadir bo'lgan. Xullas, o'zimni klonlarimni yaratmoqchiman. Sizlar Jo'xani yaxshi ko'rsanglar, albatta Jo'xa deb kommentariy yozib qoldiringlar. Jo'xa balki o'qib qolar, kommentariyalarni o'qib, balki o'ziga kelib qolishi ham mumkin. Men esa hozir
Johan ovoziga kirib olay qaytib yana. Johan ovoziga kirib hamma qo'rqitaman. Xo'sh, yetel. Ha, qo'rqitib yubording. Nima gap, Joha? Mendan qo'rqdingmi? Ha, qo'rqdim. Qanaqasiga qo'rqding? Nima uchun qo'rqding? Tez kelib qo'yaringga qo'rqdim. Yuzimdan qo'rqmayapsanmi? Nimasidan qo'rqishim kerak yuzingda? Oldinroq kelchi, qani. Mana yaqiningga keldim. O'g'ri bor ekan yuzingda. Obbo, yaramas. Mendan qo'rq deyapman, tushunyapsanmi? Nima urasan meni? Yo, mendan qo'rqishing kerak edi, o'shaning uchun urayapman. Qanday majburlab qo'rqayapman? Ha, majburlab qo'rq. Qo'rqitchi? Va! Yomon qo'rqinchli ekansan. Bo'ldimi endi bor zori qo'ydim. Nima edi? Golemlar ikkalamiz ezib yuboradi burchakka tiqib. Ha, to'g'ri. Qochib tursanglar biratlar chiqib ketardim. Obbo, hech qaysi mendan qo'rqmayapti. Xotinimdan qo'rqyapti naborat. Chunki xotinimda yuzida bu biratan kechirasiz, assalomu alaykum. O'sha men ham golemlardan qo'rqib qoldim, lekin men qo'rqmasligim kerak. Axir men nima edim? Короче, o'shanaqa narsa edim, ya'ni manyak edim. Ha, Jitel, nima gap? Joha, xotining qayerda? Xotinim bilmayman qayerdaligini. U xabar qo'rqitib yuribdi. Tez uni yig'ishtirib olgin. Qanday yig'ishtirib olaman? Bilmayman, uyiga chaqirasam nimadir qil xullas. Mayli. Xotin, hoy xotin. U yo'q-ku, xotinim yo'q, qayerdaligini bilmayman. Hozir bitta manyak Jitel bilan bitta Jitelni quvib yurgandi. Xo'p, hozir aniqlayman. Lekin qanaysiga aniqlashim mumkin? Menda telefon ham, aytgancha telefon, Johan telefonni olib olgandim. Telefon keldi. Alo, eshitaman. Joha, qayerdasan? Janob mer, uyimdaman. Tez yonimga yetib kel. To'g'rirog'i yo'ningizga boraymi? Aytgancha senda niqob bor, yo'q, kelma yonimga. Nima qilay unda? Poliznikilaringni yig'ishtirib kel. Mayli. Obbo, manyak bo'lsam ham bular menga ish buyuraveradi. Nima qilaman, shu yerdan kirib o'tirib, mana bu yerda tayyor kiradigan joy bor. Shu yerdan kirib chiqsam ham bo'lar. Axir men manyakman, ya'ni Joha emasman. Joha faqat to'g'ri yo'ldan kirib chiqardi. Manyak esa to'g'ri yo'ldan kirib chiqmaydi. Tushunyapsizlarmi, obunachilar? Men xohlagan joyimdan kirib chiqaman. Xohlasam tomni ustini ochib, tomni ustidan kirib chiqsam ham bo'laveradi. Hech kim menga hech narsa deya olmaydi. Ana endi bu yerdagi mana bu o'to'lanlarni yig'ishtirish kerak. Bu narsalarning nomi nima? Mana bu kartoshka deyiladi shekilli. Mana bu piyozmi, keyin bolgarskiy shunaqa narsalar bo'lsa kerak, bilmayman. Joha shu yerda xullas bog'dorchilik bilan shug'ullangan. Mana bu yerda dahshat qilib qo'ydim-ku, buzib qo'yibman kakras. Xo'p, mana bu narsalar nima edi bu? Gulmi? Qanaydir, atirgul shekilli. Atirgul ham ekan. Atirgulni qanday yeydi hayronman. Joha rostdan ham aqlsiz bola ekan, u tupoymi bilmayman. Lekin g'alati narsalar ekib tashlagan. Mana bu nima edi bu? Piyozmi? Nima narsa ekan? Menimcha bu atirgul bo'lsa kerak. Mana bu narsa nima edi? Bu bolgarskiymi? Nima narsa ekib tashlab, mayli ekib tashlayin. Janob merga borib berayin. Nima qiladi buncha piyozni, buncha bolgarskiyni? Hayronman. Mana qovunmi? Yo'q, qovun emas bu. Menimcha bodring bo'lsa kerak. Sariq bodring ekan bu narsa. Ko'ryapsizlarmi? Sariq bodring ko'rganmisizlar umringlarda? Men ko'rdim. Ko'ryapsizlarmi? Sizlarga ham ko'rsatdim. Ana endi Joha o'zi kelib qolmasa bo'lgan. Agar o'zi yo'q kelib qoladigan bo'lsa, dabdala. Yana uni qaytadan yo'qotishga to'g'ri keladi, mayli. Lekin janob merda ahvoli yaxshi emas, chunki o'tgan marta qo'rqitgandim. Esinglardami? Stivga aylanib qolgandi. Lekin hozir ko'rinmayapti-yu. Janob mer qani? Alo, janob mer, qayerdasiz? Men shkafning ichidaman. Menga ko'rinma ko'zimga. Sen qo'rqinchliysan. Shunchaki birinchi seyfga qo'yib ket poliznikilarni. Mayli. Tak shu yerda qoldiraman unda. Xo'p, mana. Qo'ydim janob mer. Bo'pti, tez ket. Men qo'rqayapman sendan. Mayli. Tak, nimaga qo'rqyapsiz, tushunmayapman. Sen niqob turmaga taqib olganding. Qanaqa niqob bu? To'g'risini aytayinmi? Ha, ayt. Men Johani maxluq kloniman, ya'ni manyak klon. Nima deb hazillading? Uju qo'rqib qoldingiz mendan. Qanaqasiga klon bo'lasan? Joha qayerda? Joha eski binoning ichida. Unga nima bo'lgan bilmayman. To'g'rirog'i uni hushdan ketkazib qo'ygandim. Hozir nima qilyapti Joha? Yotibdi, nima ham qilardi? U hushdan ketgan deyapman, tushunyapsizmi axir? Nima qilding? Yaramas Johani. Aytyapman-ku, tushunmayapsizmi? Hushdan ketib qolgan. Hali mendan ko'rasan. Nima qilasiz? Siz hali shkafdan chiqa olmay turibsiz. Hozir chiqaman biramanlab. Sal qisilib qolganman-da. Hozir mana chiqdim. Mendan ko'rasan endi yaramas. Men ham manyakka aylanaman. Siz qanday manyakka aylanasiz? Bilmadim. Siz manyakka aylansangiz bizga yordam berasiz-ku. Qanaqasiga siz manyakka aylanib mendan o'ch olishingiz mumkin? Unda men hozir Johani qutqaraman. Bo'pti. Men unda sizni kutib olaman. Qayerda kutib olasan? Johan oldida. Bo'pti, bormayman Johan oldiga. Unda men ham kutib olmayman. Nima istayapti bu? Mayli, Johan ovoziga qaytayin yana. Xo'sh, ana endi eshikni ochib uyga kirib, mana bu ketmonmi nima edi? Mana
lapatkami kirkami nima shu narsani olib borib joyiga qo'yib qo'yayin. O'sha yerda turib tursin Johani qutqaraman deb qutqara olmaydi. Qayerdan qutqaradi? Hushdan ketib qolgan, uxlab yotibdimi bilmayman. Qayerga ekan Joha? Manimcha mana shu eski uy ichida bo'lsa kerak. Rostdan ham shu yerga yotganga o'xshayapti. Xo'p, bu yerda nima narsalar? Mana ekan Joha. Rostdan ham ular shu yerga uni yotqizib ketibdi, ya'ni hushdan ketib qolgan. Atrofda esa hech narsa yo'q. Bilmayman nima qilishga ham hayronman. Joha, men seni qutqaraman. Ularni nima edi? Qarochi, bu qilgan ishi uchun ular javob beradi. Men hozir bu yerdagi narsa nima edi bu? Qanaqadir apparat, klon apparati shekilli. Men ham o'zimni klon yarataymi ekan? Yo'q, yaxshisi ketdim, ulardan o'ch olaman. Yaramaslar. Ha, yaxshi bo'ldi. Jitellar qo'rqitishga harakat qilyapman, lekin ular qo'rqmayotgani yomon bo'lyapti. Mayli, qo'rqib qolar. Joha, qo'y Joha. Janob mer kelib qoptimi? Ha, janob mer, nima gap? Men sendan qo'rqmayman. Niqobing qani seni? Niqobimmi? Niqobim xotinimda. Xotining? Nima? Yo'q, senlar ikkita bo'ldinglarmi? Yo'q, to'xta, tegma. Hoy xotin, to'xta dedim, xotin, to'xta. To'xta, o'zim qilaman. Sen shu yerda tur. O'zim qo'rqitib kelaman, bo'ptimi? Bo'pti, sen bor, bo'pti. Qarochi, o'pib qo'ydim. No, meni xotinim emas-ku, nima o'pdim? Johani xotini, men ham Johaman-ku lekin. No, realni Joha emasman. Hoy janob mer, to'xtang, mendan ko'rasiz hozir. Ana endi janob merni yaxshilab qo'rqitishim kerak. No, meni betimda niqob yo'q, qandaysa qo'rqadi. Xotinimdan niqob topolmayman, ya'ni Johani xotinidan. No, Joha o'zim-ku. Mayli. Qayoqqa ketdi? Tamom, to'g'ri ketibdi. Hoy, to'xtang deyapman. Nimaga men uni to'xtang deyapman? Axir meni manyakligimni biladi-ku. Voy, to'xta janob mer. Janob mermisan, boshqamisan, to'xta deyapman. Hoy, to'xta, men seni ushlab olsam, yeb qo'yaman, tushunyapsanmi axir? To'xta, hoy. Obbo, qayoqqa yo'q bo'ldi, yaramas. Hozir mendan ko'rasan, ushlab olsam, lekin sog'-omon qoldirmayman. Avval ushlab ol, ushlolmaysan kuching yetmaydi. Hozir ko'rasan mendan. Hoy, yaramas, to'xta. Derazamni yopib qo'yayin. Tak, hozir. Hoy, to'xta. Uyiga kirib ketdimi, nima bo'ldi? Qayoqqa yo'q bo'ldi? Menimcha rostdan ham uyiga kirib ketgan. Obbo. Qani, seyfga kirib ketmasin nima bo'lsa ham. Agar seyfga kirsa obbo. Yaramas, ulgurmadim. Qanisan, hoy janob mer. Men seyfni ichigaman, meni tuta olmaysan. Hali ko'rasan. Mendan qo'rqmayapsan-a? Qo'rqmayman, niqobingni yechibsan-ku. Niqob xotin dedi-da, bo'pti, xotindan niqob topib kelayin. Xotin qayoqqa ketdi ekan-a? Xotin topish kerak endi. Mayli, nima bo'lsa ham, o'zi yuzim hozir qo'rqinchli-yu qiyshayib qolgan. Ya'ni shunaqa qilib yaratgan yaramas zitel meni. Obbo, Joha nima bo'lsa ham o'z holatiga kelmasa bo'lgani. To'xtanglar-da. Janob merni xotini bor-ku. Uni qo'rqitsam keyin janob merni o'zi ham keladi. Da, to'g'ri. Telefon qilay janob merga. Alo, janob mer. Nima deysan, yaramas manyak? Men xotiningni qo'rqitaman. Nima? Xotinimga tegma, yaramas. Bobasi o'lasan. Qayoqdan o'ldirasan? Kuching yetmaydi axir menga. Nima? Kuchim yetmaydi? Kuchim yetishini ko'rsataman. Bu yoqqa kel. Bo'ldi, hozir boraman. Yaramas. Meni oktagonga chaqiryaptimi nima balo? Yo'q, bu yoqqa kel dedi. Qanisan? Seyfni ichidaman. Bu yoqqa chiq, zo'rmisan? Yo'q, men chiqaman deganman, prosta bu yoqqa kel dedim. Hali shunaqami? Shunaqaroq. Unda men ketdim xotiningning oldiga. To'xta, chiqaman. Chiq unda. Tezroq chiq, vaqtim kam. Hozir qisilib qolibman-da. Chiqa olmas ekanman. Unda men ketdim xotiningning oldiga. Hozir mendan ko'radi, yaramas. Xotiningni ushlab olsam ko'rsataman o'zim. Xotini qayerda edi? Mana bu uyda yasharmidi xotini? Xotin o'zi kim edi? Janob merdi. Mana ekan. Sen janob merdi xotinimisan? Yo'q, men xotini emasman. Mayli, unda men ketdim. Bu xotin emas ekan u. Mayli, nima bo'lsa bo'lsin, ketdim qarochi. Janob mer, u mendan so'radi janob merni xotinimisan deb. Men esa yo'q dedim, boblabmanmi? Ha, boblabsan. Yaxshi ish qilibsan. Bo'pti, hozir boraman. Mayli, tezroq keling, tezroq qutulaylik bu manyaklardan. Mayli.